Harbiy xizmatchilarning pensiyasi oshiriladi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. Harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilgan xodimlar uchun pensiyaning bazaviy miqdorini aniqlashda ish haqining hisobga olinadigan miqdorini 75% dan 100% ga oshirish ko'zda tutilmoqda. Bundan tashqari pensiya tayinlashda asos bo'ladigan pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 10 baravaridan kelib chiqib hisoblash amaliyotini 12 baravaridan kelib chiqib amalga oshirish taklif etilmoqda. Shuningdek, loyihada nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, pensiyalarni hisoblash, tayinlash, to'lash va qayta hisoblash bilan bog'liq masalalar, harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun kompensatsiya to'lovlari qamrab olingan. Ta'kidlanganidek, qonun loyihasidagi normalar harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarini ijtimoiy himoya qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanalimizda birinchilardan bo'lib kuzatib boring.